Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Monsterverse olamidagi Titan X haqida gaplashamiz. Albatta videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Bu maxluqning nomlari ko'p. Janubiy Amerikada uni El Grandios del Mar deb atashgan. Ispan tilida bu dengiz hukmdori degani. Uning tanasi 8 oyoqlarnikiga o'xshab ketadi, faqat bosh qismi timsohnikidek. Uning balandligi atiga 65 metr va bu holatda u Godzilladan pastroq. Ammo uzun paypastlagichlar hisobiga u Godzillaning balandligigacha ko'tarilishi mumkin. Aslida uning bo'y past ko'rinishiga sabab uning oyoqlari yo'qligida. Faqatgina paypastlagichlar bor va har bir paypastlagichning uchida tirnoqlarga o'xshash nishlar joylashgan. Bu nishlar bilan u Godzillaning terisini ham tirnay oladi. Yadroviy bombalardan osongina omon chiqadigan Godzilla Titan X bilan jangda mana bunaqa jarohatlar olgani yangi maxluqning kuchini ko'rsatib turibdi. Bu maxluq ko'p vaqtini yer ostida o'tkazadi va har 15 yilda uyg'onib, Tinch okeanini bir marta to'liq aylanib chiqadi. Gap shundaki, Titan X Monsterverse olamidagi eng aqlli titanlardan bo'lib chiqdi. Masalan, Godzilla ko'p holatlarda odamlarni himoyalaydi. Godzilla uchun bu simbiotik aloqa. Titan Mothra ham xuddi shunday. U ham odamlarni himoyalaydi. Titan X esa birdaniga ikki tur bilan simbiozga erishgan. Birinchisi bu odamlar, ikkinchisi esa mana bunaqa kichkina maxluqchalar. Monarx tashkiloti ularni shunchaki dengiz qo'ng'izlari deb nomlagan. Biz ham shunday deya qolamiz. Dengiz qo'ng'izlari ham o'z navbatida juda aqlli va xavfli mavjudotlar. Ular yashirinishga usta, aql bilan ov qilishadi va ularning zirhi juda mustahkam. Bitta dengiz qo'ng'izi ham bir nechta odamni o'ldirishi mumkin. Yuzlab dengiz qo'ng'izlari esa qurollangan qo'shin uchun ham jiddiy muammo. Agar bironta qo'ng'iz xavf ostida qolsa, u juda kuchli signal hosil qiladi va boshqalarni yordamga chaqiradi. Titan X uchun har bitta qo'ng'izcha muhim. U hech qaysi qo'ng'izchani xavf ostida qoldirmaydi. Mana masalan, Kong o'z orolidagi odamlarni qanchalik himoya qilgan bo'lsa, Titan X ham dengiz qo'ng'izchalarini shunday himoyalaydi. O'z-o'zidan qo'ng'izchalar ham Titan X ni himoyalashga harakat qilishadi. Masalan, Apex kompaniyasi Titan X ning paypastlagichiga uskuna o'rnatib, uning asab tizimini boshqarmoqchi bo'lishganida, qo'ng'izchalar Titanning o'sha paypastlagichini uzib tashlashdi. Juda aqlli maxluqchalar. Titan X ning regeneratsiya qobiliyati ham juda kuchli. U o'zining uzilib tushgan paypastlagichini juda tez qayta tiklab oldi. Bu albatta Ghidorah darajasida emas, ammo boshqa titanlardan ancha tez. Godzilla bilan jang paytida shuni sezish mumkinki, Titan X qo'rqlikda o'zini unchalik qulay his qilmaydi. Shu sababli Godzilla iloji boricha Titan X ni suvdan uzoqlashtirishga harakat qildi, chunki suvda uni yengish sal qiyin bo'lardi. Ammo shuni aytish kerakki, Titan X bu jangda yutqizgani yo'q. Faqatgina odamlar Titan X ning tuxumini o'g'irlab ketishgani uchungina maxluqning diqqati tuxumga qaratildi. Shu sababli Godzilla uni yiqita oldi. Agar odamlar tuxumni o'g'irlashmaganida, bu jang yana ancha cho'zilishi mumkin edi. Afsuski, Titan X Godzillaning atomli nafasiga dosh bera oladimi, yo'qmi degan savol ochiq qolmoqda. Bir tomonda u atomli nafasga chap berishga harakat qildi, ammo boshqa tomonda Titan X shunchaki Godzillani aylanib o'tish uchun bunday qilgan va uning maqsadi faqatgina o'z tuxumini qaytarib olish edi. Agar uning boshqa maxluqlar bilan jangiga qarab baho bersak, u atomli nafasga dosh bera olishi kerak, ammo aniq dalil yo'q. Serialda Titan X har 15 yilda uyg'onishi aytilgan va Godzilla unga tegmagan. Ammo Lee Shou va Kate Randa sababli Titan X o'z vaqtidan avval uyg'ongan. Godzilla esa buni tajovuz deb hisoblagan va unga hujum qilgan. Aslida esa Titan X hech kimga tajovuz qilmagan. Titan X nima bo'layotganini tushunmasdan Avstraliyada tuxum qo'ygan va Godzilla unga hujum qilganida u tuxumini himoyalash uchun Godzilla bilan jang qilgan. Godzilla esa buni noto'g'ri tushunib, Titan X meni jangga chaqirdi deb o'ylagan. Ammo Kong Godzilladan aqlli bo'lib chiqdi. Titan X va Kong ancha jang qilishgan bo'lsa-da, Kong uning tuxumini ko'rishi bilanoq vaziyatni tushundi va farzandli ayolni jentelmenlardek kuzatib qo'ydi. O'rgan echki emar.
Kong bilan jang yakunida Titan X unga bosh egdi. Titan X boshliq oroliga o'tgan safar kelganida Kong hali yosh bo'lgan va ular jang qilishmagan. Serialdagi jangda aslida Titan X Kongni yenggan bo'lsa-da, u baribir Kongni qirol deb tan oldi. Demak, Titan X qirol bo'lishga intilmaydi, u shunchaki tinch yashashni va dengiz qo'ng'izlarini himoya qilishni istaydi. Bundan tashqari Titan X Santa Soledad orolidagi aholini baliq bilan ta'minlagan. U shunchaki yirik baliqlarni orol tomonga haydagan va odamlar baliq bilan muammoga uchramagan. Shu sababli Santa Soledad aholisi Titan X ni muqaddas mavjudot deb hisoblagan. Serialda bu narsa juda qo'rqinchli qilib ko'rsatilgan. Ko'p tomonlama Говард Phillips Lovecraftning qo'rqinchli asarlarini eslatib yuboradi. Janubiy Amerikaning tub aholisi Titan X ni Kai Vilu deb atashgan. Demak, hindullar ham o'z davrida bu maxluqni ko'p marta ko'rishgan. Titan X ba'zi odamlar bilan telepatik aloqa o'rnatishi va hatto ba'zida antiqa qobiliyatlar ham berishi mumkin. Masalan, serialdagi Kate Randa Titan X ni his qilish qobiliyatiga ega bo'ldi va aynan Kate uni o'z uyiga qaytardi. Baxtli yakun. Endi esa Titan X haqidagi ba'zi qiziqarli ma'lumotlar. Uning tashqi ko'rinishi eski yapon filmlaridagi Biolan tasmli Titan bilan juda o'xshash. Menimcha buni sezish qiyin emas. Ko'plab paypastlagichlar va timsohnikiga o'xshash uzun jag'lar. Qiziqarli tomoni shuki, eski filmlarda aynan Biolanta sababli kosmik Godzilla paydo bo'lganda. Monsterverse ham shu narsa takrorlanishi mumkin. Chunki Titan X yer ostiga portal ochganida juda kuchli kvant chalkashlik sodir bo'ldi va natijada ikkita Lishu bir-biriga salom berishdi. Agar bu narsa yana takrorlansa, ikkita Godzilla bilan ham xuddi shu hodisa takrorlanishi mumkin, ammo bu shunchaki taxmin. Titan X ning ham Godzillanikiga o'xshash plastinalari mavjud va ular Titanning kayfiyatiga qarab rangini o'zgartiradi. Masalan, jahli chiqqan paytda qizil, tishlangan paytida moviy rangda nur taratadi. Uning odamlar bilan telepatik aloqasi juda kuchli va Monsterverse faqatgina Motra bunchalik kuchli telepatik aloqa o'rnata oladi. Bu simbioz bir tomondan juda chiroyli ko'rinsa, boshqa tomondan juda qo'rqinchli tuyuladi. Xuddi Santa Soledad orolidagi kabi. Apex kompaniyasi maxluqlarning asab tizimiga ta'sir o'tkazish va ularni boshqarish yo'lini topganda, ammo yirik titanlarda bu narsa ta'sir qilmas ekan. Shunda ham tanib tinchimagan odamlar taslim bo'lishmadi va Titan X ning g'azabini kuchaytirish yo'lini topishdi. Bu narsa menga Rampage filmini eslatib yubordi. Ammo Titan o'z tuxumini ko'rgan zahoti o'ziga keldi va ona mehri har qanday texnologiyadan kuchli ekanligini ko'rsatdi. Menga bu yangi Titan juda yoqdi. Kuch bo'yicha esa men uni Kongdan salgina pastroqqa qo'yaman. To'g'ri, u Kongni jangda yengdi, ammo bu 2017-yilgi Kong edi. Agar bu yangi Imperiya filmidagi Kong bo'lganida, u Titan X ni yenggan bo'lardi. Nima bo'lganda ham Titan X juda kuchli va juda chiroyli maxluq bo'lib chiqdi. Titan X ni Monsterverse'ning kelajakdagi loyihalarida kutib qolamiz. Sizcha, sizga Titan X yoqdimi? Fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.